Voy bitta ism ayting. Sarvar. Sarvar. Kimni ismi Sarvar bo'lsa, bugun mana shu sovg'ani yutib oladi. Ismingiz nima? Muhammad Yusuf. Aka, ismingiz nima? Jahongir. Jo'q. Ismingiz nima? Sarvar. Qo'y endi eshitib qoldingiz aka endi. Rostdan Sarvarmi? Ha. Qanaqa isbotlab bera olasiz Sarvarligini? Hop, kimga telefon qo'yasiz? Akamga. Meni ismim Sarvar, ha? Ya, bo'pti aka, charchamang. O'xshamadi. Qutidagi sovg'amiz bu Yandex Factory'ning Tuvio brendi. Yandex Factory o'zining shaxsiy brendlarini rivojlantirish bilan shug'ullanadi. Ular texnika, gadjetlar, uy va bolalar uchun mahsulotlar, kiyim-kechak va asbob-uskunalar ishlab chiqarishadi. Ularni eksklyuziv ravishda faqat Market Yandex Go'da topishingiz mumkin. Ismingiz nima? Ismim Diyora. Sarvar bo'lsa shu sovg'ani berardim sizga. Ismingiz nima? Ya, ismim Bahodir. Doniyor ismim. Aziz. Ismingiz nima? Sarvar. Seriozdan Sarvarmi ismingiz? Hop, pasportlarni rasmiga kiramiz. G'ofurov Sarvarbek, xuddi o'zlari o'rtoqlar, tabriklayman. Mana shu sovg'a sizga. Ochib ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Sizni bugungi sovg'angiz bu Yandex Factory Tuvio blender bo'ladi. Buni siz ham mikser, ham maydalagich qilib ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Kimga berasiz buni? Onamlarga. Oyizlarga. Charchamang aka, ishlarga omad. Do'stlar, sizlar ham Market Yandex Go'dan istalgan narsalarni buyurtma qilishingiz mumkin. Birinchi xaridingizda Pochin promo kodini kirgizadigan bo'lsangiz, siz 50% chegirmaga ega bo'lasiz. Maksimal chegirma 80 ming so'mni tashkil etadi. Bu videoni Sarvarlarga yuborib qo'yinglar.